Xo'p, keyingi savolimizni qaraymiz. Tarjimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, the average arithmetic mean. Shu so'zni juda ko'p ishlatyapmiz misollarda. Demak, the average arithmetic mean o'rta arifmetik qiymat. Xo'p, of the positive integers x, y and z. Izgacha bitta tarjima qilamiz. X, y va z musbat butun sonlarning o'rta arifmetik qiymati 3 ga teng. Demak, xo'p, x plus y plus z teng 9 deb yozsak bo'ladi. Xo'p, what is the greatest possible value of the possible degani mumkin bo'lgan debdi. Value of z ning qiymati. Greatest eng katta. Demak, z ning mumkin bo'lgan eng katta qiymati nimaga teng? Xo'p, biz uning uchun x ni 1 qilib tanlab olsak, xo'sh, y ni 2 qilib tanlab olamiz. Nega desa, bu yerda shart berib qo'yapti. Agar x kichik y kichik z. Mana shu shart bo'yicha tanlab oladigan bo'lsak, z ni eng katta qiymati biz uchun 6 bo'ladi. Bu javob. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Tarjima ozgina murakkab. Xo'p, harakat qilamiz. The product ko'paytma. Xo'p, yozib qo'yamiz. Mana bu so'z bir xonali son degani. Bir xonali butun son. Integer butun son. 5 digit integer bu 1 digit integer bir xonali butun son bo'lsa, 5 digit integer 5 xonali son. Tarjima qilamiz. 3305 va bir xonali x ning ko'paytmasi, mana is so'zigacha tarjima qilyapman yoki orqadan kelsak ham bo'ladi. X bir xonali butun son va 3305 ning ko'paytmasi, xo'sh, 5 xonali son. The units digit of the product. Demak, aytyapti, the units digit degani birlar xonasidagi. Of the product ko'paytma. Demak, is so'zigacha bitta tarjima qilib olamiz. Ko'paytmaning birlar xonasidagi raqam, digit raqam. Ko'paytmaning birlar xonasidagi raqam 5 ga teng. Demak, nima bo'lyapti? 3305 ni ko'paytiryapti x ga. 5 xonali son bo'lyapti. Birlar xonasidagi son 5 ga teng. Xo'p. And the hundreds digit is y. Ya'ni hundreds digit degani yuzlar xonasidagi raqam. Hundreds yuzlar digit raqam. Demak, o'nlar xonasida nima borligini bilmaymiz. Yuzlar xonasida y bor. Mana 5 xonali son. Xo'p. If a is the set of all possible values of x. Aytyapti. Agar a, mana is so'zigacha tarjima qilyapman. Agar a x qiymatlarining barcha x ning barcha mumkin bo'lgan qiymatlari to'plami. Demak, a to'plam x olishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plami ekan. B y ning mumkin bo'lgan barcha qiymatlari to'plami. Xo'p. Which of the following is quyidagilardan qaysi biri? The members of A and B. Members degan elementlar, a'zolar. A va B ning elementlarini beradi. Quyidagilardan qaysi biri A va B ning elementlarini beradi? Xo'p. X demak, bir xonali butun son degan, bir xonali butun son o'zi 9 ta asosan. 0 ni qo'shmaydigan bo'lsak. Xo'p, 1 2 3 sonlari bizaga bo'lmaydi. Nimaga desa, chunki 1 2 3 qo'ygan vaqt ko'paytmamiz 5 xonali chiqmaydi. X ni keyingi qiymatlari bizga bo'lishi mumkin. 6, 7, 8, 9 bo'lishi mumkin. Xo'sh, 5. Endi bularning ichidan 6 bilan 8 o'z-o'zidan chiqib ketadi. Nega? Chunki x 5 bo'lishi kerak. O'shandan 5 bilan oxirgi raqam 5 tugashi kerak. 7, 9. Demak, x ni mumkin bo'lgan qiymatlari bizda 3 ta. Bu yerda aytayapti, agar a x ning barcha mumkin bo'lgan qiymatlari to'plami, set degani to'plam. Demak, a to'plamini yozar ekanmiz.
x ning barcha mumkin bo'lgan qiymatlari to'plami 5, 7, 9. Xo'p, endi b ga o'tadigan bo'lsak, b ga demak 3305 ni 5 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, 5 2 5. Bizga y yuzlar xonasida bo'lgani uchun ko'paytma qolgan hisoblab o'tirmaymiz. Demak, y ning bitta qiymati 5 ekan. Demak, b y ning mumkin bo'lgan qiymatlari to'plami degani uchun to'plam shaklida yozsak, xo'p, bu bizga mana a ni a ga mos keladiganlar, b ga mos keladiganlar qilib variantni bergani uchun d variant mos keladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. What is the largest integer and largest so'zini ham juda ko'p ishlatyapmiz. Largest so'zi bizga eng katta. Eng katta. Demak, integer so'zi butun son. Such that degani mana shu kabi. Ya'ni n mana buni qanoatlantiradigan bo'lsa, what is the largest integer n? N ning eng katta qiymatini toping. E'tibor berasizlar. Largest bo'lsa eng katta, greatest bo'lyapti, keyin eng katta, keyin large bo'lsa katta. Keyin eng chalg'itegani latest degan so'z bor. Latest degan. O'sha largest bilan latest ana shu ikkalasiga e'tibor berasizlar. Xo'p, mana bu yerda ko'paytma shaklida joyini almashtiradigan bo'lsak, xo'sh, 1/2 darajasi n demak, n ning eng katta qiymati biz uchun 6. Nega desa 2 darajasi 6 64. 7 bo'lgan vaqtda 128. Bizga n ning eng katta qiymati 6. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Shartga qaraydigan bo'lsak, agar x va y integer butun sonlar, agar x y butun sonlar, ya'ni mana buni qanoatlantiradigan, mana shuga tushadigan butun sonlar. What is the maximum value of? Mana bu ning maksimal qiymati nimaga teng? Xo'p, bu ifodani maksimal qiymati bo'lish uchun birinchisini ifodani eng katta qilishimiz kerak, bunisini eng kichkina qilishimiz kerak, ayirma bo'lgani uchun. Xo'p, 1/x eng katta qiymatga erishish uchun x bizada butun sonligini hisobga olsak, eng kichigini qo'ysak, bu 1/3 bo'ladi. Xo'p, ayrilgan x taqsim y ni eng kichik qilishimiz uchun uni surati eng kichik bo'lishi kerak. Suratining eng kichik qiymati bizga 3 bo'ladi. Mahraji eng katta bo'lishi kerak. Y ning eng katta qiymati 9. Demak, 1/3 ayrilgan 1/3 0. Ifodani maksimum qiymati 0 ga teng. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Xo'p. Tarjimasiga ozgina e'tibor berasizlar. Items degan so'zni boshida keltirdim, bu ham ko'p uchraydi. Elementlar degani. Elementlar. Item so'zi element, s qo'shiladi, bu lar degani, elementlar. That are purchased together at certain discount store. Demak, ma'lum bir chegirmali, demak, certain so'zi yana kelyapti, ma'lum bir. Xo'p, discount store degani chegirmali narxda. Xo'p, priced degani narxlangan, narx belgilangan degani. Xo'p, narxlangan $3 for the first item purchased. Demak, tanlangan o'sha sotib olinayotgan birinchi element, xo'sh, $3 deyapti. Tarjimaga yaxshilab e'tibor berasizlar. Purchased so'zini bitta buyoqdan ko'rib olamiz. Sotib olingan deb tarjima qilar ekan, sotib olingan. Xo'p.
Demak, mana shu R so'zigacha bitta tarjimani kiyib olamiz. Certain discount store ma'lum bir chegirmali do'konda bir nechta birgalikda narsalar, elementlar sotib olinyapti. Xo'p. Sotib olingan elementni, mana purchase degan sotib olingan elementni birinchisi uchun $3 narxlanyapti, $3 berilyapti. Sotib olingan elementning birinchisi uchun $3 narx berilyapti, narxlanyapti. Va sotib olingan qo'shimcha element, har bir qo'shimcha element uchun, mana sotib olingan har bir qo'shimcha element uchun $1 dan narxlanyapti. Demak, siz birinchisini $3 ga sotib olasiz, keyingi qolgan olganlar hammasi sizga $1 dan beriladi. Xo'p, aytayapti, savol nima bo'lyapti? What is the maximum number of items? Elementlarning maksimal soni could be purchased, sotib olinishi mumkin bo'lgan. Xo'p, 30 dan kichkina narxdagi umumiy narxi 30 dan total price umumiy narx 30 dan kichik bo'lgan birgalikda nechta element sotib olish mumkin? Ya'ni siz bitta $3 sotib olasiz, qolganini $1 dan sotib olasiz. Umumiy xaridingiz $30 dan kichkina. Siz ko'pi bilan nechta sotib olishingiz mumkin? Xo'p, $30 ga umuman nechta sotib olishingiz mumkin? Demak, $3 ga bitta plus $1 dan 27 ta. Demak, siz общий hisobda 28 ta sotib olishingiz mumkin $30 ga. Endi sizga $30 dan less deyapti, mana kichkina bo'lsin deyapti. Demak, siz endi 27 ta sotib olasiz. Xo'p, bittasini $3 ga sotib olasiz. Xo'p, 26 tasini $1 dan sotib olasiz. O'shandan keyin sizga jami xarajatingiz $29 bo'ladi. Shartda mana aytayapti, 30 dan kichik bo'lsin deyapti. Demak, bizda jami bo'lib 27 ta sotib olish mumkin. Tarjima qilish jarayonida iloj boricha lug'atga qarab tarjima qilinglar. Keyin men yozmasdan aytib ketyapman, o'shani o'zlaringiz yozib ko'rsalaringiz, ya'ni masalani birinchi o'zbekcha qilib olsalaringiz ham yaxshi effekt beradi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh. What is the least integer z for which integer? Xo'p. What is the least integer? Least mana eng kam degani. Least eng kam. Xo'sh, integer z. Z ning eng kichik qanday eng kichik qiymati-da? Mana bu ko'paytma is an integer. Mana shu ko'paytma butun son bo'ladi. Demak, mana shu ko'paytma butun son bo'ladigan z ning eng kichik qiymatini so'rayapti. Xo'p, bir boshdan keladigan bo'lsak, mana bu butun son qilishimiz uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 darajasi 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p. Bunisini butun son qilishimiz uchun 1, 2, 3, 4. 10 darajasi 4 ga ko'paytirishimiz kerak. Kamida. Xo'p. Mana bunisidan butun son yasashimiz uchun kamida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 usti 8 ga ko'paytirishimiz kerak. Общий hisobda uchalasini 10 usti 18 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, z ning eng kam qiymati bizada 18 bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, shartga e'tibor qilasizlar, imkon qadar yozib tarjima qilamiz. The average arithmetic mean, demak, o'rta arifmetik qiymati tepasidan qisqagina yozib qo'yaman. Xo'p, o'rta arifmetik qiymati. Xo'p, nimani? Length per film. Uzunligi, film davomiyligi deb tarjima qilsa bo'ladi. Uzunligi. For a group of 25 films is 10 minutes. Izgacha bitta tarjima qilib olamiz. Demak, 21 filmdan iborat gruppada har bir filmga o'rtacha uzunligi demak 10 minut ekan. O'rtacha uzunlik degani, masalan, bitta film bo'lishi mumkin bizga 150 minut bo'lishi mumkin. Aytaylik, ikkinchisi 60 minut bo'lishi mumkin, uchinchisi 140 minut bo'lishi mumkin. Har bir filmga uzunligi degani o'rtachasini so'rayapti. Demak, 20 bitta film bor, o'rtachasi 10 minut. Har birini bilmaymiz.
O'shaning uchun umumiy yig'indini, umumiy filmlar vaqtini S deb oladigan bo'lsak, S taqsim 21 qilyapti. Umumiy yig'in 21 ta filmni vaqtlar yig'indisini 21 ga bo'lyapti degan, T chiqyapti degan. Xo'p, deyapti. Agar film that runs for 66 minutes 66 minut davom etadigan film o'zgartirilsa from the group, gruppadagi 66 minut davom etadigan film o'zgartirilsa, replaced. Xo'sh, 52 minut davom etadigan filmga. Ya'ni o'sha 66 minutli filmning o'rniga 52 minutli film qo'yapti. What is the average? Demak, o'rta arifmetik qiymat uzunligi har bir filmga minutlarda yangi guruhda qanchadan tushadi? Umumiy tarjimani aytadigan bo'lsak, xo'sh, 21 ta filmdan iborat guruhning o'rtacha film davomiyligi 21 ta filmdan iborat guruhning o'rtacha film davomiyligi T minut. Agar xo'sh 66 minut davom etadigan film ko'chirilib, guruhdan ko'chirilib va 52 minut davom etadigan filmga almashtirilsa, o'rtacha davomiyligi qancha bo'ladi deyapti. Xo'p, endi mana bu S yig'indini ichida 62 minutli film borda, 66 minutli. O'sha 66 minutli filmni olib tashlasak-da biza, uni o'rniga S ga 52 minutli film qo'shsak, o'shanda bizda S qiymati o'zgarib qoladi, 14 bo'ladi. Endi o'rtachasini hisoblasak, o'sha 21 ta filmlar o'rtachasini hisoblaydigan bo'lsak, S minus 14 ni endi 21 ga bo'lishimiz kerak. Xo'sh, bu yangi guruhni o'rtacha uzunligi. Xo'sh, S taqsim 21 minus 14 taqsim 21. S taqsim T ga teng. Minus 14 taqsim 21 qisqartirsa 2 taqsim 3. Endi demak, yangi guruhdagi filmlarning o'rtacha uzunligi 2 taqsim 3. Filmning o'rtacha uzunligi deydigan so'z mana. The average length per film. Har bir filmga o'rtacha uzunlik. Xo'p, adashmasam shart tushunarli bo'ldi. Ishlanishi unchalik murakkab emas. Yana tushunmagan joylaringiz bo'lsa, o'sha onlayn suhbatda yoki guruhda yozib qoldirishlaringiz mumkin. Agar tarjimaga tushunmaymiz deyotgan bo'lsalaringiz, imkon qadar tarjimani yozib qilishga harakat qilib ko'rasizlar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Bugunga mo'ljallangan 15 ta misolimiz shular. Hammaga rahmat. Darsimiz tugadi.